Assalomu alaykum qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Pravani qo'lga kiritdim desam ham bo'ladi. Mana hozir amaliy imtihondan ham o'tib, sertifikatini qo'lga kiritdim. Xudoga shukr. Yaxshi hammasi zakonli. Surxon avtotest tayyorlov markaziga, o'quv markaziga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sanoqul akaga, bu yerdagi barcha ustozlarga. O'sha hammaga tavsiya qilaman o'sha Surxon avtotest tayyorlovga. Manzili Termiz shahar Yashil Dunyo Endonim magazini to'g'risida, ro'parasida yo'lning narigi tarafida joylashgan. O'zi yozib qo'yibdi. O'quv markazining reklamalarini qo'yib qo'yibdi. O'sha yerga kelib bemalol tayyorlansalaring bo'ladi. 5 kun tayyorlandim, 1 hafta deyilgan, 5 kun tayyorlandim, o'tib ketdim yangi yildan oldin nazariydan. Amaliydan ham endi o'sha payt to'lov qo'ygandim 1 million. Hozir amaliydan ham o'tdim. Hozir amalining narxi oshib ketibdi. Hammasi narxi oshib ketgan, 1,5 million bo'lgan to'lov. Xullas bu pravani olguncha bir xilla qiziqadi, nech pul ketdi deb. Maktabini bundan 2 yil, 3 yil oldin tugatdim. 2 million 400 mingga tugatganman o'sha payt. Endi bularga hozir 4 million ketdi u yoq bu yog'i bilan. Общий 6,5 million ketibdi. Endi xudo xolasa S'ga ham yana bir 10 kundan keyin kelib harakat qilaman. 8 millionlar ketar ekanda. Endi hammaga har xil lekin hozir harakat qilayotganlarga 10 milliondan ko'p pul ketib qoladi. Yiqilmasa shunday ham. Hammaga omad, sog'lik, salomatlik, yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.